Ha, qayerga ketyapsan? Men ketaman. Siz bilan yashab bo'lmaydi. Taksi ham chaqirib qo'ydim. Hech qayerga ketmaysan. Bu gapni boya dilim og'ritishdan oldin o'ylash kerak edi. Agar bu uydan kimdir ketish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana men ketaman. Assalomu alaykum. Onam o'rnidagi onam, xolajonim. Yaxshimisiz? Assalom, o'zing yaxshi. Ha, xudoga shukr. Bugun bir sizlarning uydagi mehmon bo'lib bormoqchi edim-da. Mayli, tinchlikmi o'zi? Ayo, tinchlik o'zim bir qoladigan bo'lib, aylanib ko'rgani sizlarni. Ha, unaqa bo'lsa bemalol kelaver. Xo'p. Kim bu? Men. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Nima bu? ro'zg'orli chiqib ketayotgan kunim bozorli 1-2 kunga yetarli qoldi. Men yana to'ldirib qo'y o'rnini. Bu senga emas, bolalarimga. Menga bu. Kran nimada, ey? Alo. Nima telefon qilsiz? Kommunallarni hammasini to'ladim. Bilsang bilarsan, Xalidda ham bugun maktabiga pul to'layman. Yuribsizmi mazza qilib? Lekin nechta mazza qilib yuribman. Battar bo'ling. Arzimaydi. Xudoga shukr, ish bitdi. Chiqdingmi, ey? Terlab ketdim sanada. O'g'limni to'lovini qildim-da. Shu yerda o'qiydimi o'g'lim? Ha, Skulov Asqar. Yaxshi joy juda ham. Bu yerda 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bog'cha bor. Maktabgacha tayyorlov bor. Va bundan tashqari 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan bolalarga maktab ham bor. Bu maktabda ingliz tili, rus tili, arab tillari o'rgatiladi. Taekwondo, gimnastika basseynlari ham bor. Logoped, psixolog, pediatr va 4 mahal tansiq taomlari ham bor-da. Ular yaxshi joy, farzandimni shu yerga olib kelaman. Ha, unda zo'r joy ekan. Ha, yaxshi joy-da. Siz qachon keldingiz? Kechqurun keldim. Nima keldingiz? Tog'am uyiga bordim, xolam uyiga ham bordim. Boradigan joyim qolmadi. Uni ustiga arazam 3 kun. 3 kundan ko'p deyishgan. O'zi ketar yor. O'zi kelar yor ekanda. Erkak boshim bilan xotinimni ko'chaga chiqarib qo'yishim kerak. Ayol boshing bilan sen tentirab yurasanmi sarson bo'lib? Uni ustiga uyingga borganingdan keyin ko'chadagi ba'zi bir ablah erkaklar qaytib kelibdi deb turib, yomon nazarda qarashni boshlaydi. Men bu narsani xohlamayman. Er va xotin urushib qolganda ayolini chiqarib yormasdan erkak kishini o'zi, vaziyat yaxshi bugungacha uydan chiqib ketgani yaxshi. Ana o'shanda haqiqiy erkak bo'ladi. Sen ota-onangning uyiga borganingdan keyin baribir bir kunmas bir kun seni olib kelishga borishim aniq. Ota-onangning oldiga boshimni egib san olib kelgani borganimdan ko'ra, uydan mag'rur holatda o'zim chiqib ketib, vaziyat yaxshilangandan keyin qaytganim yaxshi. Shu hislatingizni yaxshi ko'raman. O'zimga ham yoqadi.